Xudo xohlasa zavodlarni, ishlab chiqarish liniyalarini polностьlarga xudo xohlasa video qilib ko'rsatib beramiz. Do'stlar, biz Pekinning qoq markazidamiz. Bu balandligini qaranglar inshootlarni. Gap yo'q. Gap yo'q lekin. O'zimiz Toshkentdagi Murod bildingdan ham baland bular. Do'stlar, bu yoqqa kelishimiz asosiy maqsadi veterinariya mahsulotlarini assortimentini kengaytirish va qo'shimcha yana mahsulotlar qo'shish. Shuning uchun biz hozir Xitoyga 15 kunlik safarga kelganmiz, xudo xohlasa. Shunga hozir mana Pekinning qoq markazidamiz, poytaxtdamiz. Hozir bu yerda sayohat qilyapmiz. Xudo xohlasa zavodlarni, ishlab chiqarish liniyalarini polностьlarga xudo xohlasa video qilib ko'rsatib beramiz. Biz go'zallikdan bahramand olinglar. Mana buni qaranglar. Oyoqsiz qanday turibdi ekan-a?